Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning yana bir soni efirda. Bugungi ko'rsatuvimizda viloyatimizda yo'lovchilarga jamoat transportining xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilash hamda chekka hududlar aholisiga ham sifatli transport xizmati ko'rsatish maqsadida qo'shimcha yo'nalishlar tashkil etish borasida olib borilayotgan ishlar borasida suhbatlashamiz. Ana shu maqsadda studiyamizga viloyat transport boshqarmasi mas'ul rahbarlarini taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Dastavval Sirdaryo viloyati transport boshqarmasi bosh mutaxassisi Iskandar aka Turg'unov sizga yuzlanamiz. Umuman olib qaraganda bugungi kunda viloyatimizda yo'lovchilarga demak transport xizmatini ko'rsatish, jamoat transport xizmatini ko'rsatish sifatini oshirish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Jamoat transport xizmatini sifatini oshirish maqsadida doimiy ravishda nazorat tadbirlari olib borilyapti. Yangi yo'nalishlar tashkil etilmoqda qamrov darajasini oshirish maqsadida. Barcha muntazam jamoat transport yo'nalishlari vazirlikning Uzbus monitoring dasturiy ta'minotiga ulangan va dispetcherlar tomonidan doimiy ravishda belgilangan tartibda yo'nalishlarda xizmat ko'rsatishi nazorat qilib borilmoqda. Mana Guliston shahriga to'liq zamonaviy avtobuslar olib kelindi, aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida. Viloyatimizning chekka hududlari bo'lmish Bayot tumani Paxtakor, Yangi Bo'ston mahallalariga, Sirdaryo tumanining Quyosh, Navro'z, Elibod mahallalarida jamoat transportini qamrab olish maqsadida ikkita yangi jamoat transport yo'nalishlari ochilib, avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi va qamrov darajasi oshirildi. Umuman olib qaraganda jamoat transportlariga har kuni deya olishimiz mumkin ishimiz tushadi. Ishga, o'qishga shoshilayotgan yoshlar yoki umuman olib qaraganda qisqa masofani bosib o'tishga birozgina bugungi issiq kunlarda jamoat transportlariga yuzlanamiz va ularni bevosita sifatli xizmat ko'rsatilishi aynan yo'lovchilarni mamnun bo'lishi, demak masofalarni qisqa vaqt orasida bosib o'tishlariga yordam beradi-da. Shuning uchun ham jamoat transportlari bugungi kunda qatnovi o'z vaqtida, belgilangan vaqtda va belgilangan yo'nalishda nazorat qilinadimi? Assalomu alaykum. Mana yaqinda bizda transport nazorat inspeksiyasi tomonidan yangi O'zbekiston Respublikasi qonuni chiqdi. 11-18 sonli qonun chiqdi. Bu qonunga asosan bizni Respublika transport nazorat inspeksiyasi xodimlariga, inspektorlarga yangi vakolatlar berildi. 16 ta vakolat berildi. O'zgartirishlar kiritildi. O'sha qonun asosida har bir vakolat bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berilgan. O'sha mana siz aytganingizda jamoat Guliston shahrida jamoat transportlarini qatnovi bo'yicha, yo'nalishlari bo'yicha har bir avtobus yo'nalishlari, har bir avtobuslar bo'yicha nazorat tadbirlari olib borilyapti. Agarda o'sha avtobuslar har bir yo'nalishga qo'yilgan avtobuslarni biz nazorat qilib boramiz. Agar nazoratdan boshqa yo'nalishga chiqib ketsa, tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Shu o'rinda Xurshid aka, demak harakat jadvallari ham tuzilgan, to'g'rimi? Albatta, harakat jadvallari tuzilgan. O'sha jadval bo'yicha yo'nalishda yurish kerak. Biz uni har doim tunu kun ko'chada nazorat qilib boramiz. Qay tartibda nazorat qilinadi? GPS qurilmalari ulanganmi? GPS qurilmalari ham mana transport boshqarmasi tomonidan kuzatib boriladi. Biz o'zimiz ham red tadbirlar davomida qaysi avtobus yo'nalish bo'yicha yuryapti, qaysi biri o'z vaqtida kelyapti, hammasini o'zimiz nazorat qilib boramiz. Shu o'rinda to'ldirmoqchi bo'lsangiz? Shu boya ta'kidlab o'tganimizdek, transport boshqarmasi dispetcherlar tomonidan doimiy ravishda yo'nalishlardagi avtobuslar belgilangan tartibda harakatlanishi kuzatib, nazorat qilib boriladi. Bitta yo'nalishga, bir manzilga, xususan ayta olishimiz mumkin, Guliston shahrini birinchi mavzasiga deylik, eng ko'p darajada nechta avtobuslar qo'yilgan yo'lga va umuman bu qay tartibda taqsimlangan? Buni hammasi yo'nalishning uzunligi, yo'lovchi oqimi, o'sha mahallalardagi aholi soniga qarab turib qo'yilgan. Misol uchun keltirganingizdek, birinchi mavzedagi yo'nalishimizda 10 ta avtobus xizmat ko'rsatadi. 10 minut, 8 minut oraliq interval bilan. Bu oraliq interval vaqti ham o'zgaradi. Aholi nima deydi, hamma ishga ketadigan tig'iz vaqtlarida qisqaroq, kunning o'rta qismlarida oraliq interval vaqtlari 15 minutgacha uzayishi mumkin. Tushunarli. Umuman olib qaraganda haqiqatdan ham yangi rusumdagi avtobuslarning keltirilishi, jamoat demak transportlarini yangilanishi
aholi vakillariga anchagina yengillik yaratdi. Shu o'rinda imkoniyati cheklangan, nogironligi bo'lgan shaxslarni ham unutmasligimiz kerak. Ularga jamoat transportidan foydalanishda yengillik yaratish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirildi? Muhtaram Prezidentimizning 16-sonli farmoniga asosan barcha viloyat markazlaridagi avtobuslar nogironligi bo'lgan shaxslarga moslashtirilishi zarur deb topshiriq ketgan. Mazkur topshiriqqa asosan Guliston shahridagi 74 ta avtobuslarning barchasida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun barcha sharoitlar mavjud. Panduslar, nogironlik aravachasida chiqish uchun. Bundan tashqari Guliston shahridagi bekatlarga ham panduslar o'rnatilmoqda. Taktil qoplamalar, ko'z ojiz nogironlar uchun taktil qoplamalar o'rnatilib, bosqichma-bosqich transport infratuzilmalari ham moslashtirib borilmoqda. Tushunarli. Qadrli teletomoshabinlar, ayni vaqtda siz Sirdaryo telekanalida jonli efir orqali kun mavzusi tok shousini tomosha qilyapsiz hamda teleekranlarda sizga aks etib turgan, demak, bot manzilimizga agarda sizda murojaat bo'lsa, savol bo'lsa, muammo bo'lsa, yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Biz bevosita mutasaddilardan ayni dasturimiz davomida ushbu savolingizga javob topilishida yordam beramiz. Bir qadar balki ko'pchilikka muammo bo'lib turgan vaziyatni yechimini topilishida ham yordam bersak ajab emas. Va men yana savollar bilan ushbu ko'rsatuvni davom ettiraman. Haydovchilarning bugungi kundagi malakasini oshirish va xizmat madaniyatini yaxshilash bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Biz ba'zida bir ko'ramiz. Albatta ko'ngilni ravshan qiluvchi holatlar ham bor. O'zaro madaniyat bilan suhbatga kirishish yo'lovchilar bilan va bir xil formalarda, uniformalarda bo'lishi talab etilishi bu ham yaxshi. Lekin yana qanday ishlar amalga oshirilmoqda bunga qo'shimcha ravishda? Transport vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan rejaga asosan bosqichma-bosqich barcha jamoat transport haydovchilari malaka oshirish kurslarida o'qitilmoqda. Bunda boya ta'kidlaganingizdek, birinchi navbatda odob axloq, kiyinish madaniyati, keyin yo'l harakatlari rioya qilish barchasi o'qitilib, o'rgatiladi. Qancha muddatda mana shu o'qish tizimi yo'lga qo'yilgan malakasini oshirish? 2 hafta muddatda. 2 haftada bir marta malaka oshirish? Yo'q, 2 hafta to'liq. 2 hafta davomida malaka oshirish kurslarida o'qishadi. U oralig'i qancha vaqt bo'ladi? 3 yilda bir marta kurs. 3 yilda bir marta. Tushunarli. Umuman olib qaraganda bu savolni berishimizga bir vaziyat duch keldi deyishimiz mumkin. Bir vaziyatga duch kelganimiz sababli ushbu savolni sizlarga havola etayotgan edik. Bugungi kunda haqiqatdan ham yangi Guliston shahri yoki atrofdagi tuman shaharlarga xizmat ko'rsatuvchi jamoat transportlari haydovchilari bir qadar yaxshi muomala qilishadi aholiga. Lekin ayrim bir vaziyatlar ham borki, ularning mehnatlarini yuvib yuboradi. Navbatda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham keng tarqalgan va ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan bir video lavhani birgalikda tomosha qilsak, so'ngra fikrlarimizni davom ettiramiz. Siz bilan muomala qildimmi? Men siz bilan muomala qildimmi? Siz o'zingizga javob bering. Nima вообще? Nima вообще? Nima problema bo'lyapti? Nima qiynayapti? Ishingizni bajaring bo'ldi. Xalaq bermang ishimni bajarishga. Siz xalaq bermang meni ishimni bajarishga. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Nima вообще? Nima qiynayapti? Nima qiynayapti? Nima avtobusni to'xtatib qo'yib, yo'lovchilar vaqtini olyapti. Tushuningsiz. Tushundingizmi? Pulim bering, qaytarib boraman. O'tto'ga telefon qildi, mana pulingni ol. Nima deysan? Nima deysan? Shuncha odam vaqtini olyapti. Wow! Bos. Mayli. Osing aka, yana asrang qildi. Oilangizga boshqa. Любой пaytda gaplashasiz. Yoqmadimi? Haydaraman dedi. Ko'rdingizmi qancha problema tug'dirdingiz? Indamay chiqib o'qib, pulingizni olib o'tirib ketsangiz bo'lmaydimi? So'ramang вообще. Bo'ldi ya, avtobusning bor ekan, davlat ekan hali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Ushbu video lavhani birgalikda tomosha qildik. Bunga munosabat qanday? Bu holatdan xabardor bo'lgan bo'lsangiz kerak, sababi ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda aylandi hamda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu holat bo'yicha shu kunning o'zida transport boshqarmasi mas'ul xodimlar tomonidan o'rganishlar olib borildi. Bu haydovchi Guliston shahrining 4-mavze yo'nalishida harakatlanuvchi avtobusda xizmat ko'rsatadi. Guliston Inter futbol emchiligiga qarashli yo'nalishda. Shu kunning o'zida mazkur avtokorxona tomonidan haydovchi bilan tuzilgan mehnat kodeksiga asosan mehnat shartnomasi bekor qilindi va haydovchi ishdan ketdi. Har qanday holatda ham tanganing ikkinchi tomoni endi qisqa keyingi video qo'yilgan. Bundan oldingi holat nima tortish bo'lgani qo'yilmagan, lekin har qanday holatda ham haydovchi birinchi navbatda xushmuomala munosabatda bo'lishi lozimligi sababi keltirilib, haydovchi bilan mehnat shartnomasi bekor qilindi va barcha avtokorxonadagi haydovchilar bilan o'sha kunning o'zida yig'ilish o'tkazilib, targ'ibot tushuntirishlar olib borildi. O'zi umuman nima, qanday holatdan mana shu mojaro kelib chiqdi? O'rgandingizmi? Qanday vaziyat? Aholi nima qilgan? Aholi vakili nima qilganki, demak haydovchi bunday munosabatda bo'layapti yoki nima sabab bo'lgan edi bunday qo'pol muomala qilishiga haydovchini? Bu o'rganish davomida avtobusga o'rnatilgan video kameralar orqali ham ko'rib holatni o'rgandik. Bir yo'lovchi haydovchidan yo'nalishini so'rab turib muomala qilayotganda orqadan ikkinchi yo'lovchilar ham aralashgan. Endi haydovchiga ham kuniga yuzlab fuqarolar bilan munosabatda bo'ladi. Charchagan bo'lishi mumkin, balki oilasida qandaydir noxush holat bilan yo'lga o'tirgan bo'lishi mumkin, asabiy holatda bo'lgan, o'shanga tez reaksiya bildirib yuborgan. Yo'nalishni so'ragani uchun. Shunday. Bu birozgina haqiqatdan ham muammoli vaziyat. Sababi biz hamisha ham Guliston shahri markazida bo'lib turib, ayrim vaqtlarda yo'nalishlarni bilmasligimiz mumkin. Transportni qay tomonga ketishi, qay tomondan kelayotganligi va so'rashga haqqimiz bor. Sababi noto'g'ri manzilga borib qolmasligimiz kerak. Xususan, bitta manzilga boradigan transportlarni ham biri u tomon, biri bu tomon harakatlanishi va ikki xil harakatda bo'lishini yuqorida kadr ortida suhbatlashdik, to'g'rimi? Va siz aytyapsiz, ushbu xodim ishdan bo'shatildi. Undan boshqa bir chora ko'rish mumkin emasmidi? Masalan, aytib o'tishingiz mumkin, qonun doirasida qandaydir chora ko'rilishi? Endi birinchi navbatda boshqa haydovchilarga ham namuna sifatida, chunki juda qo'pol munosabatda bo'lgan. Bu esa aholini ham haqli e'tirozlarga sabab bo'ldi. Har qanday holatda yo'lovchilarga biz sifatli transport xizmati ko'rsatishimiz kerak, shuni bo'ynimizga olganmiz. Shuni ijrosini ta'minlash maqsadida avtokorxona tomonidan haydovchi bilan mehnat shartnomasi bekor qilindi. Tushunarli. Demak, qonun doirasida aynan mana shu belgilab qo'yilgan. Demak, qadrli do'stlar, ayni vaqtda siz Sirdaryo telekanalida jonli efirlar orqali kun mavzusi dasturini tomosha qilyapsiz va biz bevosita sizning murojaatlaringizni aynan mana shu jonli efir davomida tinglab, tushunib, demak, mutasaddi rahbarlardan javob olinishida yordam berishimiz mumkin. Shuning uchun ham teleekranlarda sizga aks etib turgan manzillarga murojaatlaringizni yozib qoldiring. Biz albatta ushbu savollaringizni javobi topilishida yordam beramiz. Men esa savollarni yana qayta o'qib eshitiraman, sababi bu mavzu haqiqatdan ham birozgina global mavzu. Transportlarni sifatli xizmat ko'rsatishi, vaqtida kelishi va vaqtida ketishi ham hattoki. Avtobus haydovchisi yana mana shu mavzuga borib demak qadalayapmiz. Harakati qanchalik to'g'ri deyilgan va umuman choralar ko'rilishi yoki aholi tomoniga ham deb aytib o'tilmoqda. Mumkinmidi? Endi vaziyatdan kelib chiqib. Endi aholi tomonidan noto'g'ri holatlar kuzatilgan taqdirda aholi tomoniga ham choralar ko'rilishi mumkin. Har xil imkon qadar aholimizdan so'rab qolamiz, haydovchilarni yo'ldan chalg'itmaslikni, chunki doimiy ravishda yo'lovchilar bilan harakatlanadi. Birinchi navbatda haydovchining vazifasi harakat xavfsizligini ta'minlash. Tushunarli. Birinchi navbatda. Tushunarli. Navbatdagi savol, Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 3-iyundagi shahar yo'lovchi transporti tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 276-sonli qarori berilgan va unda bir qancha imtiyoz hamda o'zgartirishlar to'g'risida to'xtalib o'tilgan. Bu borada batafsil bizga Jahongir aka ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Yuqorida
aytib o'tdingiz, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini 2026-yil 3-iyundagi 276-son qarori chiqdi. Ya'ni shahar yo'lovchi transport tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida bo'yicha batafsil tushuntirishga harakat qilamiz. Muntazam shahar avtobus yo'nalishlarida yo'lovchilar tashish faoliyatini takomillashtirish, zamonaviy shahar avtobuslarini xarid qilishda tadbirkorlik subyektlariga yanada qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda sohaga oid normativ huquqiy hujjatlarni mehnat qonunchiligiga muvofiqlashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining ushbu qarori chiqdi. Ya'ni haydovchi bilan birga 60 kishi yoki undan ortiq kishini tashishga mo'ljallangan Euro 5 va undan yuqori ekologik toifa talablariga mos keladigan M3 toifadagi, ya'ni 3-sinfga mansub bo'lmagan yangi transport vositalari, avtobus, elektrobus, trolleybuslar 2027-yilning 31-dekabriga qadar O'zbekiston Respublikasiga import qilishda utilizatsiya yig'imi 0% deb belgilandi. Ya'ni bu yangi xarid qilinayotgan avtobus, elektrobuslarga imkoniyat yaratadi. Utilizatsiya yig'imi 0%, ya'ni to'lov talab etilmaydi. Bundan tashqari, brutto shartnoma asosida tashkil etilgan muntazam shahar avtobus yo'nalishlarida tushumlarning to'liqligini ta'minlash maqsadida shunday tartib joriy etilsinki, ya'ni 2026-yilning 1-sentyabridan boshlab yo'lovchi tomonidan yo'l kira haqqi avtomatlashtirilgan to'lov tizimi terminallari, ya'ni validatorlar bilan jihozlanib, avtobusga chiqish vaqtida quyidagi usullardan foydalanish, ya'ni yuqorida aytib o'tilgan band bo'yicha tushuntirishga harakat qilaman. Avvallari avtobuslarga chiqqanda, ya'ni bu Guliston shahrimizda ham, Toshkent shahriga o'xshagan katta megapolislarda ham oldi tomondan, o'rta eshikdan, orqa eshikdan chiqilardi, ya'ni chiqishda to'lov qilinardi. Endi bu qaror bilan yana ham mustahkamlandi. Avtobusga chiqish payti to'lovlar amalga oshiriladi. Ya'ni Guliston shahrimizda to'lov qilinadigan apparat bor, validator deyiladi. Validatorlar avtobusning oldi tomonida, ya'ni haydovchining oldida. Ya'ni oldi tomondan chiqiladi va to'lovlar amalga oshirilib, fuqarolar o'z manziliga yetib olinadi. Avvallari orqa eshikdan ham chiqilardi, oldi eshikdan ham chiqilardi. Chiqqandan keyin marshut davomida to'lov ham qilinardi, tushish payti ham to'lov qilinardi. Endi mana 1-sentyabrdan boshlanib faqat va faqat chiqishdan oldin to'lov qilinadi, ya'ni chiqish payti to'lov qilinadi. Vaqtida. Endi bu qarorda yozib o'tilgan, ayrim yo'lovchilarimiz chiqqandan keyin to'lovni yo'nalish davomida amalga oshiraman yoki tushish vaqtida amalga oshiraman deb yodidan chiqib qolishi mumkin yoki bee'tibor bo'lib qolishi mumkin. Ushbu holatda Sirdaryo yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish davlat muassasasining inspektorlari tomonidan yo'nalishlarda reyd tadbirlar olib borilganda ushbu yo'nalishlar ham yo'lovchilar to'lov qilmagan yo'lovchilar qatoriga kirgiziladi. Ya'ni marshut davomida to'lov qilmasdan harakatlanyaptimi? Demak, bu o'z-o'zidan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 144-moddasi 5-qismi bilan transport vositalarida chiptasiz yurish bo'limi bilan ma'muriy bayonnoma tuzishga sabab bo'ladi. Ushbu jarimaning miqdori bazaviy hisoblashning 1 baravarida etib belgilangan. Albatta 15 kunlik imtiyozli davri bilan. Endi shu o'rinda mavzuga oid va ko'plab tomoshabinlarimizga qiziq bo'lishi mumkin to'lov usullari haqida Guliston shahrida, ya'ni muhtaram viloyat hokimimizdan 2025-yil 29-dekabrdagi qaror chiqdi. Ya'ni Guliston shahri jamoat transportida avtomatlashtirilgan to'lov tizimlari imkoniyatlarini chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risida. Ya'ni bu nima degani? 1-apreldan boshlab Guliston shahrida 100% jamoat transportlari elektron to'lov tizimiga o'tildi. Bu degani naqd puldan bekor bo'ldi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Naqd pul bekor bo'ldi, endi to'lov usullari qanday bo'ladi? Birinchi navbatda, birinchi to'lov usulimiz bu transport kartalari. Avtomatlashtirilgan to'lov tizimi operatorlari tomonidan taqdim etilayotgan Atto kartalar deyiladi xalq tilida. Ikki xil transport kartalarimiz bor. Bu birinchisi yagona transport kartasi, istalgan shaxs foydalanishi mumkin. Keyingisi imtiyozli transport kartalari. Imtiyozli transport kartalari ham 3 xil bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy transport kartasi, bu ya'ni keksalar, nogironligi bor, pensionerlarga, o'quvchining transport kartasi va talabaning transport kartasi. Bular yagona transportdan farqli ravishda tariflar sotib olganda yaxshi chegirmalar beradi. Qayerdan sotib olishadi?
Ushbu transport kartasini UzPost hududiy filiallaridan, ya'ni pochta bo'limlaridan, hududiy bo'limlardan va ko'chma sotuv bo'limlaridan, hozirgi kunda Guliston shahrimizda Humo avtostansiyasidan va Guliston avtostansiyasiga yaqin bo'lgan mana shu vokzal atrofidan xarid qilsa bo'ladi. Buning davlat narxi 16 ming so'm etib belgilangan. Ijtimoiy transport kartasi 10 ming so'm etib belgilangan. Bunda qolgan to'lovlardan ustunlik tomoni shundayki, Guliston shahri uchun faqat hozirgi kunda birinchi marta to'lov qilganingizda 2 ming so'm sizdan yechib oladi. Ikkinchi marta to'lov qilganingizda 1000 so'm, uchinchi marta to'lovingiz bepul bo'ladi. Qachonki ushbu amaliyotni 1 soat ichida bajarsangiz. Ya'ni bir to'lovni amalga oshirdingiz, keyingi to'lovni amalga oshirishingiz uchun 10 daqiqa vaqt talab etiladi. Ya'ni bu nima degani? Bu transport kartasi jamoa uchun emas, shaxs uchun mo'ljallangan. Ya'ni siz 4-mavzuga bormoqchisiz, 5-10 daqiqada ishni bitirdingiz, orqaga qaytishingiz kerak. Misol, Yangi bozor hududiga yana bir marta ursangiz, keyingisi 1000 so'm. Bu nima degani? Bu elektron to'lov tizimini qo'llab-quvvatlash maqsadida. Ikkinchi to'lov usulimiz bu bank plastik kartasi, ya'ni O'zbekiston hududida faoliyat yuritadigan istalgan turdagi bank plastik kartasi. Bu xususiy bankdir, davlat, tijorat transport kartasidan foydalanish mumkin. Bunda ham to'lov 2000 so'm etib belgilangan. Ularda lekin imtiyoz yo'q, 1 soat mobaynida ayni harakatlarni amalga oshirsa. Xuddi shunday. Bundan tashqari yana bir to'lov usulimiz bor. Ilovalar orqali to'lov qilsangiz bo'ladi. Yuqorida aytib o'tdim, Atto avtomatlashtirilgan to'lov tizimi operatori ilovasi, Atto ilovasini yuklab olish orqali, misol hozir bugungi kunda chiqyapti Uzum bank ilovasi orqali ham, bundan tashqari smartfonlar, elektron soatlar, turli xil gadjetlar orqali NFC qurilmasi orqali ham masofadan to'lov qilish amaliyoti Guliston shahrimizda mavjud. Agar mana shu yuqorida aytib o'tdim, uchala to'lov usuli ham yo'q ayrim shaxslarda. To'g'ri, haqiqatan ham shahrimizga turli xil mehmonlar keladi, chet boshqa tumanlardan. Ularda zamonaviy smartfonlar yo'q, bank plastik kartasi yo'q, transport kartasi yo'q. Bu holda nima qiladi? Unda demak naqd puli bor. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa, Guliston shahrimizda jami 184 ta Paynet infokioskalar o'rnatilgan. Mana shu brutto shartnoma asosida harakatlanadigan transport vositalari ekan. Ya'ni eng yaqin bekatdan 50 metr uzoqlikda joylashgan bo'ladi. Bu Paynet infokioskalardan Sirdaryo viloyati uchun mo'ljallangan avtobus yo'nalishlari uchun bir martalik QR kodli chiplardan sotib olsa bo'ladi. Buning amal qilish muddati 1 kun etib belgilangan bo'ladi va ushbu to'lov 3000 so'm etib belgilangan. Shu o'rinda yana bir bor aytib o'tamiz, yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, shahrimiz mehmonlar va shahrimiz aholisidan to'lovlarni o'z vaqtida to'lashlarini va imkon qadar jarimaga tushib qolmasliklarini. Endi bu maqsad elektron to'lov tizimi old tomondan chiqish, orqadan tushish, bu fuqaroni manziliga o'z vaqtida tezkor tashkillashtirilgan holatda tez yetib borish maqsadida o'ylab qilingan qaror. Tushunarli. Shu o'rinda menda bir savol yoki yana bir taklif o'rnida ham tushunishingiz mumkin bo'ladi albatta. Tug'ilmoqda-da savol. Mana qaror chiqdi, haqiqatdan ham belgilab qo'yildi. Oldi eshikdan chiqilsin va darhol plastik karta orqali yoki chek orqali to'lov qilinsin, qilinganligi tasdiqlansin. Va ko'plab o'zim ham xususan duch kelganman, bilmasdan orqa eshikdan chiqqanmiz va bevosita haydovchilarni qanaqadir qo'pol ravishda gapirishi. Mana shu haydovchilarga aytilyaptimi, targ'ib qilinglar, aholiga tushuntirish olib boring yoki oldi eshik qandaydir ochilsin-da, albatta aytilsin bu gaplar degan. Chunki juda ham ko'p muammolarga sabab bo'lyapti bu ham. Aholini qandaydir ayta olishimiz mumkin, mana shu narsaga o'rgatish uchun vaqt ketadi. Shuning uchun ham 1-sentyabr etib belgilanganligi o'zaro ma'muriy javobgarlik yoki qandaydir javobgarlikka tortilishi belgilangan bo'lsa, ehtimoldan xoli emas. Haydovchilarga aytilyaptimi shu narsa? Albatta, to'g'ri savol berdingiz. Hozir bo'lib turgan ochiq muloqotimiz ham maqsad xuddi shunday, xalqni xabardorligini qilish. Yuqorida aytib o'tdingiz, mana 74 ta ushbu brutto shartnoma asosida harakatlanyapti jamoat transportlarimiz. Sirdaryo viloyat transport boshqarmasi, Sirdaryo yo'lovchi tashish monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi xodimlari, inspektorlar tomonidan doimiy ravishda yo'nalishlardagi jamoat transportiga chiqqan holatda barcha haydovchilarga targ'ibot ishlari, targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Ularning huquqiy ongi, jamoat transportida harakatlanishi, bu bo'yicha batafsil tushunchalar berilmoqda. Tarqatma materiallar tarqatilmoqda. Guliston shahrida mavjud va shahar atrofida mavjud bo'lgan har bitta mahalla, ijtimoiy guruhlarda, ijtimoiy tarmoqlarda bir necha marta bong urilmoqda.
maqsad bu yerda jarima solish yo boshqa emas. Mana shunday yuqorida aytib o'tilgan ko'ngilsiz hodisalarni barvaqt oldini olish Haqiqatda. maqsadida to'xtovsiz tadbirlar olib borilmoqda. Mana shu qaror chiqqan kundan boshlab biz bu ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Va tushuntirishlar ham berib borilmoqda. Xuddi shunday. Tushunarli. Yana bir savolga to'xtalmoqchiman. Hozir biz Guliston shahridagi avtotransport, ya'ni jamoat transportlarini harakati haqida gapiryapmiz-da. Hududlarimizga bor, mana eng uzoq hududlarimiz ayta olishimiz mumkin. Ularga harakat yo'nalishlarini yo'lga qo'yilganlik darajasi qanday va nazorati qanday va umuman kelgusida demak transport vositalari yetib bormagan hududlarga ayta olishimiz mumkin, kichik mahallalarga ham yetib boradimi? Rejalar qanday oldinda? To'g'ri aytdingiz. Yil boshida viloyatda 221 ta mahalladan 20 ta mahalla jamoat transportiga qamrab olinmagan edi. Hozirgi kunga qadar 5 ta mahalla, qamrab olinmagan mahalla jamoat transporti qatnovlar yo'lga qo'yilib, boshida ta'kidlab o'tilgandek, 2 ta yangi jamoat transport yo'nalishlari tashkil etilib, Bayot tumani Paxtakor va Yangibo'ston, Sirdaryo tumani Quyosh, Elobod va Navro'z mahallari chekka hududlari jamoat transportiga qamrab olindi. Bundan tashqari yil yakunigacha Sirdaryo tumani chekka hududlari bo'lgan Turkiston, Orzu, Ahillik mahallalari, Taraqqiyot mahallalarini jamoat transportiga qamrab olish rejasi kiritilgan. Tushunarli. Shu o'rinda teletomoshabinlardan ham murojaat, savol kelib tushgan. O'qib eshitiraman. Oqoltin tumani Shodlik mahallasidan kelmoqda. Bizning mahallamizga avtobus qo'yilmagan, shu masalada yordam bersangiz demoqda. Oqoltin tumani Shodlik mahallasi. Oqoltin tumaniga avtobus darajasi qanday yetib borish? Oqoltin tumani Shodlik mahallasida orqali o'tuvchi Guliston Gagarin avtobus yo'nalishimiz bor. Kun davomida belgilangan reja jadvalga asosan 6 ta avtobus qatnovda amalga oshiradi har kuni. 6 ta avtobus. Demak, bu mahallani qaysi qismidan o'tadi aynan? Shu mahalla orqali kesib o'tadi. Bundan tashqari Damas yo'nalishimiz bor. Yo'nalishda 32 ta Damas yengil transport vositalari, u ham muntazam jamoat transporti yo'nalish taksi yo'nalishida xizmat ko'rsatadi. Tushunarli. Damaslar ham yo'lga qo'yilgan. Albatta. Bevosita ushbu savolga javob qoniqarli bo'ldi degan umiddaman va men navbatdagi savolga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu ham bevosita aholi tomonidan kelib tushgan va maylimi ularga jonli efir orqali qo'ng'iroq qilsak-da, ushbu savollarni yana ham batafsil o'zlari eshitib olishlari yoki tushuntirib berishlari sizlarga aynan mana shu ishni amalga oshirsak. Demak, ayni vaqtda men ularga qo'ng'iroqni amalga oshiraman. Bu murojaat Sirdaryo tumani Ziyokor mahallasida yashovchi fuqarodan kelmoqda. Demak, ular aytmoqdalarki, odam tashish uchun turli xil transportlar bor, faqatgina demak avtobuslar emas. Yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, Damas yoki kichkina mikroavtobuslar. Hozir biz ularga qo'ng'iroqni amalga oshira olmadik, lekin savollarni o'qib eshitiraman. Turli xil transport vositalari bor. Qachon ularga sharoit, joy yaratiladi? Haydovchilar uchun maxsus transport belgilari qo'yiladi. Bu xalqqa ham, bevosita davlatga ham foyda bo'lar edi deb aytib o'tmoqda. Sirdaryo tumaniga qo'yilgan transport vositalari yo'nalishi haqida ma'lumot berib o'ting shu o'rinda. Sirdaryo viloyatida Sirdaryo tumaniga mana yaqinda yangi tender asosida yangi mikroavtobuslar qo'yildi. Guliston shahridan Sirdaryo tumaniga, Sirdaryo tuman markazida faoliyatni amalga oshirib borilmoqda. Oldin shu Damas yo'nalishi bor edi. U Damas yo'nalishi vaqtincha bekor bo'lib, o'sha yangi mikroavtobus yo'nalishlari amalga oshirilib, xalqimizga xizmat qilib kelmoqda. Va ularning har bir yo'nalishlari bizni transport nazorat inspeksiyasi tomonidan har kuni, bugun ham nazorat qilindi. Har bittasi yo'nalishlarga borib, aholiga sifatli xizmat qilib kelmoqda. Bu yerda sharoitlar haqida ham gap ketmoqda. Uzoq masofa bevosita hamma transport vositasida ketib olishni, ertaroq ketib olishni istaydi-da, joy masalasi haqida gapirib o'tmoqdalar. Sirdaryo tuman markazini Guliston shahri bilan bog'lovchi hozirda avtobus yo'nalishimiz ham mavjud. Unda 16 ta avtobus, Isuzu rusumli avtobuslar har 10 minut interval bilan xizmat ko'rsatadi. Qanday rusumdagi? Isuzu rusumli. Isuzu. Bundan tashqari mikroavtobus yo'nalishi tashkil etildi.
va fuqarolarni, haydovchilarni murojaatiga asosan Damas yo'nalishi ham yana qayta tiklash ishlari olib borilmoqda. Chunki qulaylik aholiga tanlovni kengaytirish maqsadida. Albatta. Joy masalasiga keladigan bo'lsak, Guliston shahrida Guliston temir yo'l vokzalining oldidagi avtoturargoh, piyodalar o'tish ko'prigining oldidagi avtostansiyada ham bemalol joy mavjud. Sirdaryo tuman markazida esa Hamkor davlat transport MChga qarashli avtoturargoh mavjud. Unda ham biz o'zimiz borib ko'rganmiz, o'rganganmiz. Har bir jamoat transporti uchun yetarli joy mavjud. Tushunarli. Nazarimda bizning teletomoshabinimiz, ya'ni ayni aholi transportlardagi o'rindiqlar soni haqida gapirmoqdalar. Men bekorga bejizga tezroq yetib olishni istamaydi aholi va belgilangan o'rindiqlardan ko'p aholi chiqish holatlari ham kuzatiladi-da. Qaytishda, shahardan manzilga ketishda Sirdaryo tumaniga. Shu narsani inobatga olgan holda mana avtobus yo'nalishimiz har 10 minut interval bilan yuradi. Avtobusni to'lishini kutmaydi. Chunki yo'ldan odam chiqishi mumkin, yo'lovchilar chiqishi mumkin. Xuddi shunday. Tirbandlik har xil holatni oldini olish maqsadida to'lsa to'lmasa har 10 minutda harakatni amalga oshiradi. Endi tuman markazi Sirdaryo viloyatimizdagi eng katta tumanlar, aholi nima deydi, aholi yo'lovchi oqimi yuqori bo'lgani uchun avtobuslarda to'lib yurish holatlari kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Mana mazkur yo'nalishda xizmat ko'rsatuvchi Sirdaryo avtobus saroyi MCh tomonidan hozirgi kunda shartnoma imzolash ishlari olib borilmoqda. Samarqand Samavto avtozavodidan yangi avtobuslar olib kelish ishlari olib borilmoqda. Qachon keladi? Qaysi muddatga? Endi yil yakunigacha rejalashtirilgan. Shartnoma qilib, to'lovlarni qilib, kreditlar olib, o'zini nima deydi, muddati bor. Belgilangan muddatlarda keladi. Tushunarli. Shu o'rinda yana bir navbatdagi savolimiz jamoat transporti parklarini sohasiga, umuman yo'nalishiga borib taqaladi-da, umuman parklarni yangilash bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Boya ta'kidlab o'tdim. Guliston shahriga 2025-yil davomida 74 ta zamonaviy avtobuslar olib kelindi. Endigi maqsad shahar atrof yo'nalishlarimizni ham jamoat transport parkini bosqichma-bosqich yangilab borish. Bu maqsadida Guliston Oqoltin mahallasi, Mirzobod tumani Oqoltin mahallasi yo'nalishiga 2 ta zamonaviy Isuzu rusumli avtobuslar olib kelindi. Guliston Yangiyer yo'nalishiga 3 ta zamonaviy Isuzu rusumli avtobuslar olib kelindi shu davrga mobaynida. Bundan tashqari yana 5 ta tadbirkorlar tomonidan zamonaviy mikroavtobuslar xarid qilinib, yo'nalishga joylashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Yana yil yakuniga qadar 10 ta avtobus va 10 ta mikroavtobus xarid qilish rejalashtirilgan. Albatta. Shu o'rinda yana bir savol kelib chiqadi. Bugun demak avtomashinalar soni ko'payib bormoqda. Demak shaxsiy avtomashinalarni ham, jamoat transportlarini ham shu o'rinda birdek ta'kidlayapmiz-da. Bu bevosita tirbandliklarni yuzaga keltiradi. Ayni ko'pchilik aholi soat 9:00 da ish boshlaydi. Tongda tirbandliklar kelib chiqishi, bu borada aynan jamoat transportlarini uzoq vaqt tirbandlikda qolib ketishi holatlari kuzatiladi. Eng ko'p aholi aynan ularda. Biz avval demak respublikada, so'ngra tuman viloyatlarda alohida avtobuslar uchun yo'llar ajratilganligi haqida eshitdik. Lekin ularning amalicha amalga kiritilishi qay darajada? Bugun biz ko'rmayapmiz. Ya'ni avtobuslar yurilish kerak bo'lgan yo'lda ham avtomashinalarni boshqa jamoat transportlari yo'llarga tushib olishlari va ularni tirbandlikda qolib ketishi, bekatga yetib bormasdan hattoki orqada qolib ketishi va o'sha yerda aholini tushirishi yoki aholini chiqarishi holatlari kuzatilyapti. Bu bevosita tartibni buzadi. To'g'ri aytib o'tdingiz. Bu jamoat transporti sifatini tushishiga asosiy omillardan biri hisoblanadi. Chunki yo'lovchilar jamoat transportiga o'tirdi, imkon qadar tezroq manzilga yetib borishni xohlashadi. Shu maqsadda bu yilgi rejada O'zbekiston Shoh ko'chasining Ibn Sino aylanma yo'lidan Sayxun ko'chasi chorrahasigacha bo'lgan qismida alohida yo'lak tashkil etishlar olib borilmoqda. Barchasi bosqichma-bosqich amalga oshiriladi, chunki birinchi navbatda yo'lning chekkasiga transport vositasini to'xtashini taqiqlashdan oldinga sharoit yaratish zarur. Avtoturargoh. Shu sababli hammasi bosqichma-bosqich ishlar amalga oshirilmoqda. Yana bu savolingizga yana qo'shimcha, kecha bizni yig'ilishda yo'l patrul xizmati xodimlari bilan, boshliqlari bilan bizni inspeksiya boshlig'i tomonidan
muhokama yig'ilish bo'ldi. Mana shu mavzu bo'yicha jamoat transporti ketayotganda oldiga bir taksi chiqib olishi yoki ostanovkalarga qo'yib olganda orqada jamoat transportiga bu taksi ostanovkaga qo'yib olganda bu xalaqit berganda o'sha video kameralar bilan yo'l patrul xizmat xodimlari boshliqlari tomonidan integratsiya qilish jarayonlari amalga oshirilyapti. Taksi qo'yib olganda yo bir qanaqangi yengil mashina qo'yib olganda uni avtomatik ravishda jarimaga tortib o'shanaqa ishlar amalga oshirilyapti. YP xodimlar Respublika GAI bilan hamkorlikda integratsiya ishlari amalga oshirilish boshlandi уже. Tushunarli. Demak, tartibni buzgan endi taksi haydovchilariga o'sha avtobusda o'rnatilgan video kamera orqali jarima o'ziga yuboriladi. Albatta. Yo'llarni aniq belgilab olish-chu. Mana biz Toshkent shahrida harakatlanuvchi avtobuslarni deyarli o'rnatildi. Yo'llariga to'siqlar qo'yilib chiqildi-da, boshqa bir yo'nalish yoki yondosh yo'nalishlardan farq qiluvchi o'rtaga to'siqlar qo'yildi. Endi hududdan kelib chiqadi. Bizda Guliston shahri o'rtaga alohida avtobus yo'llarga tashkil etish imkoni sal qiyin, chunki ko'chalarimiz tor. O'shaning uchun yo'lning o'ng tarafiga, o'ng qismiga alohida yo'lak tashkil etilyapti. Yil yakunigacha siz aytgandek to'liq jihozlanib tayyor ishga tushadi. Rahmat kattakon. Umuman olib qaraganda bugungi ko'rsatuvimiz aholiga har kuni xizmat ko'rsatadigan, har daqiqada, har soniyada ayta olishimiz mumkinki kerak bo'ladigan jamoat transportlarini xizmat ko'rsatish sifatiga qaratildi. Bevosita jamoat foydalangandan so'ng albatta jamoatchilikka yengillik ham yaratilishi kerak va ularning har qanday e'tirozi, ularni norozi qilayotgan har bir harakat esa o'rganib chiqilishi va bunga yechim topilishi kerak. Bugungi ko'rsatuvimiz ham aynan mana shu maqsadga yo'naltirilgan edi. Siz tomoningizdan kelib tushgan murojaatlarga bir qadar javob topa oldik degan umiddamiz hamda sizlar bugungi kunda muammoga duch kelib turgan vaziyatlarga to'g'ri sharh berildi deya olamiz. Bugungi dastur uchun hamda javoblar uchun rahmat va qadrli do'stlar, biz shu yerda ko'rsatuvimizni o'z yakuniga yetkazamiz. Yanagi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.